2026-yil 20-21 aprel kunlari Samarqand shahrida transmilliy narkotik tahdidlarga qarshi kurashish, salomatlik, xavfsizlik va barqaror rivojlanish mavzuida xalqaro forum bo'lib o'tadi. Bugungi kunda narkotik moddalarning tarqalishi inson salomatligiga, jamiyat barqarorligiga va yoshlar kelajagiga jiddiy tahdid solmoqda. Yosh avlodni asrash, millat genofondini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu forum davlat organlari, xalqaro tashkilotlar, ekspertlar va ilmiy doira vakillarini birlashtirib, dolzarb muammolarni muhokama qilish va samarali yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. O'zbekiston xalqaro hamkorlikni izchil rivojlantirib, jamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda global tahdidlarga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Forumda 50 ga yaqin davlat, 20 dan ortiq xalqaro tashkilotdan 500 ga yaqin ekspert va soha mutaxassislari ishtirok etadi. Samarqand forumi ochiq muloqot, tajriba almashish va amaliy qarorlar qabul qilish maydoni. Salomatlik, xavfsizlik va barqaror kelajak yo'lida birgalikda harakat qilamiz.